Hayotdan iymonsiz ketishga olib boruvchi sabablar. Ikkinchi qism. Bir kishi shunday hikoya qiladi. Men o'lim to'shagida yotgan bir baqqolni ko'rgani bordim. Unga la ilaha illalloh deb ayt dedim. Baqqol do'stim, bu kalimani takrorlashga quvvatim yetmayapti. Tarozi pallasi tilimning ustida turibdi va kalimani aytishimga to'sqinlik qilyapti deb javob berdi. Men undan, nahotki sen tarozudan urib qolar eding deb so'radim. Baqqol shunday javob berdi. Yo'q, men tarozudan urib qolmasdim, lekin ba'zida tarozu pallasining ustini chang qoplaganini sezmay qolar edim. O'git, tarozuning pallasidagi changni sezmagan insonning ahvoli shunday bo'lsa, qasddan tarozudan urib qolganlarning ahvoli qanday bo'lar ekan? Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Savdo sotiqda o'lchov va tarozudan urib qoluvchi kimsalar holiga voy. Ular odamlardan biror narsani o'lchab olgan vaqtlarida to'la qilib oladigan, ularga o'lchab yoki tortib bergan vaqtlarida esa urib qoladigan kimsalardir. 4 narsa kufrga sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi inkor. Islom qonun qoidalaridan bittasini bo'lsa ham rad etish. Ikkinchisi istixfof, din ahkomlarini mensimaslik. Uchinchisi istihzo, islom dinini yoki qonun qoidalarini mazah qilish. To'rtinchisi istihlol, taqiqlangan hukmlarni mumkin deb yoki ruxsat berilgan hukmlarni taqiqlangan deb hisoblash. Hurmatli shayxlardan biri Ali Rizo Bazzoz Quddisa sirruhu mato oldi sottisi bilan shug'ullanar edilar. Mato sotayotganlarda uni 2 tomondan, ya'ni 2 marotaba o'lchar edilar. Ulardan nima sababdan bunday qilishlarini so'rashganida, agar biror santimetr yetmay qolsa ham hisobini bera olmay qolaman degan ekanlar.